Shu ishlab yuribman aka uzr. Assalomu alaykum. Bugungi safarimiz o'sha mashhur Balshoy Chimgan. Hali chiqmagandim. Endi chiqamiz xudo xolasa. Xo'p, biz yangi bo'ldi. Qancha? yo'ldan, Kanatkani yo'lidan chiqib keldik va mana bu joyda o'sha yerda mashina chiqolmay qoldi. Yumshoq tuproq ekan, u yog'iga buksavat qilib qoldi. 2 marta urinib ko'rdim, chiqmadi. O'shaning uchun mashinani shu yerga qo'ydik. Bu yerda yana bitta mashina turgan ekan kelganimizda. Mana bu pastdagi yo'lga ham borib keldim. U tepaga chiqmas ekan. O'sha uni joygacha bor ekan yo'l. Bizga esa dalish tepa kerak edi. O'shaning uchun bu yog'iga endi peshvom ketamiz. O'sha dengiz sathidan 2550 metr balandlik. Kanatka qurish boshlangan. Mana bu kichik Chimyon cho'qqisi. Orqada esa Chorvoq suv ombori. To'g'rida esa Amirsoy tepaligi. Bu yoqda Balshoy Chimganda chiqqanda halok bo'lganlar bor ekan. Baynazarov Andrey 2010-yil pogib na spusке. Pik Победы. Balshoy Chimgan emas ekan bu. Tuhbatullinih. Превосхождение на Анна. 8000. Bunu Artur Paskanova Svetlana. Pik Победы. Balshoy Chimgan. Ular o'zbeklar, endi o'zbek emas-ku, o'zbekistonlik ruslarni shu qaysidir alpinistlarni xullas. Alpinistlarni vafot etgan bo'lsa, o'sha vasxojdeniyadami, tushishdami. O'shalarga yod rosti eslatma yodgorlik qilingan ekan. Nihoyat masalan oson bo'ldi nisbatan. Katta Chimyon cho'qqisi. Yetib keldik. Umumiy 2,5 soat atrofida 3 soatga yetmagan vaqt sarfladik. Va o'rtacha 1200 metr ko'tarildik. Uzoqda va shu uzoqda mashina ko'rib turibdi. Chiqish juda oson bo'lib qolibdi Balshoy Chimganga. Balshoy Chimgandan Po'latxon platosi juda ham zo'r ko'rinar ekan. Yaqin. Mana yoningizda Big Охотничий ko'rinar ekan. Zolin tuman.
Har doimgidek endi an'anaga sodiq qolgan holda navbatdagi cho'qqini yozib qo'yamiz. 8-chi. Bitta. Chimyon. 108 26. Mana